Assalomu alaykum, arzon ijara. Izzaga kelganmiz. Uchtepa Izzaga, Izza mahalla hamma bilsa kerak. 10 sotov 2 xonali, ikkita sanuzel, ikkita oshxonasi bor. Xullas, xohlasanglar sklat holatida foydalansanglar bo'ladi. Xohlasanglar oila uchun yashashga ham qilsanglar bo'ladi. Narxi 400 dollar. Bunaqa narxi bo'lmasa kerak. Telegram kanaliga kiringlar, obuna bo'linglar. Eng arzonlari sizlar uchun. Hop, bu yoqdan glavniy darvoza, bu yoq sex qilingan ekan. Bu yoqdan отдельный eshik bor. Mana mashtan bu yoqni sizlarga xullas ko'rsataman. Mana e'tibor beringlar. Qanaqa katta hovli. 10 sotuvga yaqin hovli mana. Bemalol yoziladi. Bu oshxona qismi bo'ladi. Mana bu yoqda oshxonaning kengligiga qarang. Bu yoqda bitta peragorod qilib, bitta xonaqosi bo'ladi. Polni mebel jihozlari bilan qoladi. Bu zal qismi bo'ladi. Svet hozir o'chib qo'ygan ekan. Televizor bor, mana stul. Hop, bu yoqda mana konditsioner, qaranglar, bu yoqdan oshxonaga o'tsanglar bo'ladi. Keyin boyagi tapchan joyga o'tsanglar bo'ladi. 3 xona. Sanuzel kattaligiga e'tibor bering. Mana kir mashinalari bor, mana banyalar bor, shunaqa chiroyli kafillari. Bu esa bemalol tahoratxonaga ham bo'ladi, hojatxonamizda.